Akalar, Andijonda bitirgan obyektimizga keldik. Bu yerda mana shunaqa sementoviy tegalarini juda ham bir ideal holatda bitkazib berganmiz. Bir boshdan ko'rsatib ketaman. Akalar, bu uchastkamizni mana shunaqa holatda ko'cha ko'rinishi tarafi tegi xomg'ish bo'lgan. Suvog'ini ham o'zimiz qilib berganmiz. Suvog'ini ham tekisligini bitta ko'rib qo'yasizlar. Juda ham ideal holatda chiqqan. Betga qilingan ishlar uy burchak qismiga dela tushirib berilgan. Akalar, bu ishga ancha bo'lgan edi. Qilib berganimizga где-то 2 oy bo'lib qoldi. Video ololmadik, endi olyapmiz. Uy burchagi qismiga 40 santimetrlik dela tushirib berilgan. Taroz o'rniga mana shunaqa dela tushirib berilgan. Tegi o'yinchoq chiqarib berilgan. Darvozani xonani yon tarafiga ham xuddi shunaqa dela tushirib berilgan. Patolog qismiga bitta 30 santimetrlik karniz chiqarib berilgan. Polni uy o'rtasiga mana shunaqa uy ochib turadigan dela tushirib berilgan. Tikkasiga kolonna dela tushirib berilgan. Romlarni ham o'zingizlar bitta ko'rib qo'yasizlar. 4 ta o'yinchoqli bo'lgan, pastiga toshchi zazorlarni tashlab ketilgan. Betga nimaga zazor degan akalarimiz uchun, akalar, betga mramordan podogonni qo'yiladi. Shunda mashina orasiga ustunovka qilinadi. Ko'rishlar mumkin. Tepasiga 2 ta, pastiga 2 ta o'yinchoq chiqarib berilgan. Juda ham ideal holatda chiqqan ishimizdan. Turba kolonnalariga mana shunaqa taroli fasonda chiqarib berilgan. Pastiga sokolini hali urvini chiqmaganligi uchun pastiga kalso chiqarilmagan edi. Tepasiga kalso chiqarilgan. Ko'rsanglar, tepaga 2 qator karniz chiqarilgan. Regelda eng past qismidan 4 santimetr ko'tarilib, bitta kichkina karniz ham chiqarilgan. Bu yoq tarafini ham ko'rib qo'yasizlar. Juda ham ideal holatda chiqqan ishimizdan. Bu ishimiz akalar Andijon Bo'zda qilingan ishimizdan. Juda ham shu aytib o'tganimdek juda ham ideal holatda chiqqan. Pochkalarni ham bitta o'zini aylantirib chiqarib berilgan. Uyi bu qismiga ham bitta dela tushirilganda, bu yoq tarafiga ham bitta dela, ikkita romning o'rtasiga ham bitta dela tushib berilgan. Akalar, bu ishimizni katta mana bu delani ham, romning chetidagi tegalarni ham, podogonli qismlarini ham, tepadagi karnizlarni ham hammasini bitta narxda qilib 130 ming so'mdan Andijon viloyati Bo'z tumanida bitkazib berganmiz. Akalar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, tegi xomg'ishmi, shlakablokmi, pishgan qismi farqi yo'q. Ishlarni mana shunaqa ideal holatda uylarni, oddiy uylarni ham mana shunaqa chiroyli holatga keltirib, chiroyli qilib bitkazib beramiz. Bu yerda dizaynlarni o'zimiz yaratib berganmiz. Sizlarning uchastkalarni ham qanaqa holatda bo'lishidan qat'iy nazar juda ham ideal holatda yangicha dizaynlar bilan bitkazib beramiz. Dizayni bo'ladigan bo'lsa, chertoji bo'ladigan bo'lsa, chertoji bilan birga-bir qilib chiqarib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'yicha borib bitkazib beramiz.